Bolaligimda deb hikoya qiladi Deyl Karnegi, o'rtoqlarim bilan eski yog'och uyning ikkinchi qavatida o'ynayotgan edim. Men oyoqlarimni deraza raxiga tirab pastga sakradim. Sakradimu chidab bo'lmas og'riqdan dodlab yubordim. Ma'lum bo'lishicha, chap qo'limdagi uzuk bir oz chiqib turgan mixning qalpoqchasiga kirib qolgan ekan. Uzuk taqqan barmog'im uzilib tushdi. Shu qadar dahshatga tushdimki, endi o'lmay qolmayman deb o'ylardim. Biroq vaqt o'tib jarohatim tuzalib ketdi. Ana shu daqiqadan boshlab bezovtaligim barham topdi. Ko'ngilsiz bu tasodif bilan kelishmaslikning iloji ham yo'q-da. Hozir so'l qo'limning 4 barmoq ekani hayolimga ham kelmaydi. Bir necha yil muqaddam Nyu-Yorkda yuk tashiydigan mashinani boshqarayotgan kishini ko'rdim. Razm solib chap qo'lining suyagi yo'qligini sezdim. Undan qo'lining nogironligi yuragini xijil qilmasligini so'radim. Aytdiki, hayolimga ham kelmaydi. Qachon ignaga ip o'tkazadigan bo'lsam, esimga tushadi xolos. Ha, inson hayotda har qanday og'ir beshafqat tasodiflarga duch kelganida ham unga bardosh berish va yengishga, ko'nikishga harakat qilsa, g'alaba qilibgina qolmasdan sodir bo'lgan ko'ngilsiz hodisani unutib ham yuboradi. Amsterdamdagi 15-asrda qurilgan cherkov xarobalarida o'chmay qolgan bitikni tez-tez eslab turaman. Bu yozuv flamand tilida quyidagi ma'noni anglatadi. Bu shunday, bu boshqacha bo'lishi mumkin emas. Hayot yo'limizda ro'y beruvchi voqea hodisalar tufayli ko'plab noqulay holatlarga tushib qolamizki, uni o'zgartirishga mutlaqo ojizmiz. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Bizning oldimizda 2 yo'l qoladi. U o'sha baxtsiz hodisa holatga ko'nikishimiz yoki aksincha iloji yo'q qaytarib avvalgi holatga keltirish mumkin bo'lmagan ish uchun jonimizni behuda koyitib, umrimizni halokat qadar azoblashimiz kerak. Sizga sevimli faylasuflardan biri William Jamesning quyidagi so'zlarini keltirishni xohlardim. Iloji bor narsani qabul qilishga, bajarishga rozi bo'ling. Ko'ngilsiz hodisa ro'y berganida esa qalban kelishish sari bir qadam tashlang. Elizabeth Conley ismli ayol o'zining achchiq hayotiy tajribasida buni sinab ko'rdi. Men yaqinda undan olgan xatda quyidagilarni yozardi. Qurolli kuchlarimizning Shimoliy Afrikadagi g'alabasini butun Amerika bayram qilayotgan kezda men harbiy ministrlikdan jon dilimdan yaxshi ko'rgan qarindoshimning bedarak yo'qolgani to'g'risida telegramma oldim. Sal o'tmay uning halok bo'lganini bildiruvchi xat keldi. Men chidab bo'lmas motamda qoldim. Bungacha o'z hayotimdan, ish faoliyatimdan mamnun yashar edim. Men yolg'iz yodgor qarindoshimni tarbiyalab voyaga yetkazganimda qanchalar quvongan edim. U o'qimishli, aqlli va jasur bo'lib balog'atga yetganda chekkan mehnatlarimga qaytgan bebaho mukofot deb faxrlanardim. Biroq noxush xabar meni esankiratib qolmasdan xayolimda butun borliq dunyoyimni ag'dar-to'ntar qilib ham tashladi. Shu damdan menda ruhiy tushkunlik boshlandi. Hayotga, ishga bo'lgan ishtiyoqim so'ndi. Do'stlarimni unuta boshladim. Chunki menga eng yaqin va farzandim qadar kishim halok bo'lgandi. Men ishdan ketib, odamlardan xoli bo'lishga, yolg'iz qolishga qaror qildim. Ishdan ketishdan oldin yozuv stolimni tartibga keltirdim. O'zimga tegishli narsalarni yig'ishtirdim. Birdan qog'ozlar orasidan halok bo'lgan qarindoshimning bir xati chiqib qoldi.
Bu xatni qarindoshim bir necha yil oldin boshqa shahardan onam vafot etgan vaqtda yo'llagan edi. U o'z xatida: "Albatta biz, ayniqsa sen uni, onangni qumsab yashaysan, ammo sening bu musibatga bardosh bera olishingga qattiq ishonaman. Ha, o'zingni bardam tuta olishingga o'zingning shaxsiy falsafang da'vat etadi. Sen menga ajoyib, dono haqiqatni o'rgatganing hech qachon yodimdan chiqmaydi. Men qayerda bo'lmay, sendan qancha olisda yashasam ham, har qanday musibatni kulib turib, mardona qarshilab olish uchun doim tayyor turishim kerak" degan bebaho so'zlaringni aslo unutmayman, deb yozgandi. Xatni qayta o'qidim. Har gal o'qiganimda go'yo yonimda turib, "Nega menga o'rgatgan so'zlaringga o'zing amal qilmaysan? Nima bo'lganda ham mahkam bo'l, bardam bo'l, g'am hasratni unut" deb turardi. Xat ko'zimni ochdi. Men qaytadan ish boshladim. Nolishlarni bas qildim. Bular ish bo'ldi. Men hech narsani o'zgartira olmayman. Biroq o'zimni tutib olishim, uning maslahatlariga rioya qilishim kerak, deya takror ko'nglimdan o'tkazdim. Men ma'naviy, jismoniy kuch-quvvatimni to'la safarbar qilgan holda ishga sho'ng'ib ketdim. Mening hayot tarzim o'zgardi. Turmush zarbasini mardona kutib olgan holda hayotdan zavqlanish san'atini o'rgandim. Elizabet Konlining musibatga qarshi tutgan oqilona harakati ertami kechmi hammaga saboq bo'ladi. Ammo bu saboqni o'zlashtirish, anglash oson kechmaydi. Bu shunday boshqacha bo'lishi mumkin emas. Bu haqda hatto tojdorlar ham o'ylashiga to'g'ri keladi. Marhum qirol Georg V quyidagi so'zlarni yozdirib, oltin ramkaga soldirib, Buckingham saroyidagi o'z kutubxonasiga ostirib qo'ygan. "Menga imkoniyati yo'q narsalarni talab qilmaslikni, o'nglab bo'lmas ishlardan qayg'urmaslikni o'rgat." Bu fikrni Schopenhauer quyidagicha ifodalaydi: "Hayot safariga bel bog'lashda yetarli ko'nikmaga ega bo'lish birinchi darajali ahamiyat kasb etadi. Ravshanki, baxtli bo'lish yoki baxtsiz yashash yolg'iz holatning o'zidan kelib chiqmaydi. Biz uni qanday hal qilamiz, qanday qabul qilamiz, sezgi tuyg'ularimizga ham bog'liq. Baxtsizlik va fojialar aro uqubatda yashash ham mumkin, ammo uni mardonavor yengib, go'zal turmush tarzini vujudga keltirish uchun hammada qobiliyat va kuch topiladi. Insonga bemisl aql-idrok, kuch-quvvat berilgan. Ana shu ma'naviy jismoniy quvvatlar bir maqsadga, porloq yechim sari yo'naltirilsa, bizdan kuchliroq kimsa bo'lmaydi. Bir necha yil avval oqshomda qo'shnim eshigim qo'ng'irog'ini chalib, men va oila a'zolarim chechakka qarshi emlatishga chiqishimiz zarurligini aytdi. Qo'shnim minglab ko'ngillilardan biri bo'lib, eshikma-eshik yurib ko'plab Nyu-Yorkliklarni emlatishga taklif qilardi. Vahimaga tushgan odamlar emlatish uchun soatlab navbat kutishardi. Emlash punktlari barcha shifoxonalarda, o't o'chiruvchilar deposida, politsiya uchastkalarida va yirik sanoat korxonalarida tashkil etilgan edi. 2000 dan ortiq shifokorlar va tibbiyot hamshiralari kechasi-yu kunduzi katta shov-shuvlarga burkangan holda olomonni chechakka qarshi emlashardi. Bu vasvasalarning sababi nima? Nyu-Yorkda 8 kishi chechak kasali bilan og'rigan. Ularda 2 kishi o'lgan. 8 millionli aholidan 2 kishi o'lgan. Shuni aytishim kerakki, 37 yildan beri men Nyu-Yorkda yashayman, biroq hech kim
mendan noxush tuyg'ulardan tug'ilayotgan kasalliklardan qutqarishni so'rab eshigim qo'ng'irog'ini chalib kelgani yo'q. Vaholanki o'tgan 37 yil mobaynida yuqumli chechakdan ko'ra 1000 marotaba ko'proq yo'qotishga sabab bo'lgan dardlar paydo bo'ldi. Hech bir ko'ngilli kishi eshigim qo'ng'irog'ini chalib, meni hozir AQShda yashayotgan har 10 kishidan bir kishi noxush his-hayajon, dilgirlik tufayli asab kasalliklari bilan og'riyotganidan xabardor qilmadi. Endi esa bugun ushbu kitobim orqali sizning eshigingiz qo'ng'irog'ini chalishga va men tashvishlanib tilga olayotgan xastalik haqida ogohlantirishga o'zimda majburiyat sezaman. Taniqli olim, Nobel mukofotining laureati, tibbiyot doktori Aleksis Carrel bezovtalikni chidam bilan yengishni bilmagan ishbilarmon kishilar yorug' dunyoni barvaqt tark etadilar, deydi. Bu gap uy bekasidan tortib hammaga taalluqlidir. Mehnat ta'tillarimdan birida Texas bo'ylab Nyu-Meksikoga doktor Ofe Gober bilan avtomobilda sayohatga chiqdim. Tabiiyki suhbatimiz ko'p hollarda inson va bezovtalik haqida bordi. Shifokorlarga murojaat qilayotgan bemorlarning 70% agar o'zlaridagi qo'rquv va besaranjomlikdan qutula olsalar, o'zlarini o'zlari davolagan bo'lardilar. Ularning kasali to'g'risida yengil o'ylayapti deb o'ylamang, deydi suhbatdoshim. 100 marotaba jiddiyroq kasallikdan ko'ra ularning xastaligi tish og'rig'iday ravshan dard. Shunday kasalliklar borki, chunonchi asabiylik tufayli hazm qilish a'zolarida oshqozon va oshqozon yarasi, yurak xastaliklari, uyqusizlik, bosh og'rishi, falajlikning turli ko'rinishlarida bezovtalikning asoratlari aks etadi. Bu kasalliklar belgili, nima deyotganimni tushunaman. Axir o'zim ham 20 yil davomida oshqozon yarasi dardidan azob tortganman. Takror bo'lsa ham yana qaytarishga ijozat bering. Qo'rquv bezovtalikni keltirib chiqaradi. Bezovtalik esa asablaringizni qo'zg'atib, oshqozoningiz asablariga ta'sir o'tkazadi. Natijada oshqozon so'ki haqiqatdan ham o'zgaradi. Bu o'z-o'zidan oshqozon yarasini keltirib chiqaradi. Doktor Joseph F. Montague esa oshqozon yarasi siz yegan taomlar tufayli emas, sizni yeyotgan narsa, bezovtalik, noo'rin tashvishlar tufayli paydo bo'ladi deb yozadi. Mayo klinikasida oshqozon yarasi kasalligi bilan murojaat qilgan 15,000 bemorni kuzatish tufayli shunday xulosaga kelingan. Oshqozon yarasi sizni o'ldirishi mumkin. Life jurnalining xabar berishicha, u o'ldiruvchi kasallik sifatida 10-o'rinda turadi. O'ylab ko'ring, minglab ishbilarmon kishilar boylik va shuhratga erishish uchun hali 45 yoshga to'lmay o'z organizmlarini yemirib tashlamoqdalar. Erishilayotgan muvaffaqiyatlarning bahosi qanchaga tushmoqda? Hatto muvaffaqiyatga yetolmay ham qolishmoqda. Xizmat yuzasidan martaba izlab, oshqozon yarasi yoki yurak xastaligiga duchor bo'lgan kishini g'olib deb bo'ladimi? Dunyoni zabt etgan chog'ida ham sog'lig'idan judo bo'lgan kishining nimasiga havas qilish mumkin? Vaholanki, dunyoni boshqarish martabasiga ega bo'lgan shaxs ham bir kunda bir mahal uxlab 3 marta ovqat yesa kerak. Axir buni oddiy yer haydovchi ham bajara oladi-ku. Qaytaga yuqori martabali zotdan ko'ra 100 marta xotirjam uxlaydi. Undan ko'ra ishtahasi ham yaxshi. Ochig'ini aytsam, qandaydir temir yo'l idorasini boshqarish yoki qimmat sigaret chiqaruvchi firmaga 45 yoshimda etimni xomtalash qilib boshliq bo'lgandan ko'ra Alabama dalalarida chorakor bo'lib ishlashni afzal bilaman. Sigaret haqida gapirib, uni ishlab chiqaruvchi
dunyoga mashhur bir firma esimga tushdi. Uning boshlig'i yaqinda Kanada o'rmonlarida dam olayotib yurak xastaligidan vafot etdi. U millionlarga qodir bo'la turib, navqiron yoshida o'ldi. U bu sohada muvaffaqiyat qozonish uchun ozmuncha yelib yugurmadi. Evaziga esa umrini qurbon qildi. Baribir uning millionlari to'la ma'nodagi yutuqni ta'minlay olmadi. Missurida fermerlik qiluvchi otam esa 90 yoshida cho'ntagida $1 vafot etdi. Mayo klinikasida yotgan bemorlarning teng yarmi asab kasalligidan iztirob chekayotganlardir. Vafotidan keyin jasadlar tekshirib ko'rilganda barcha a'zolari sog'lomligi qayd etilgan. Platon: shifokorlarning eng katta xatosi shundan iboratki, inson ruhiyatini emas, tanasini davolashga kirishadilar. Tana va ruh mutanosib holda bir butunlikni tashkil etadi. Ayricha davolash mumkin emas, deydi. Qarang, tibbiyotga bu haqiqatni anglab yetish uchun 2300 yillik kerak bo'ldi. Fan behisob yuqumli kasalliklarni chechak, bezgak, vabo davolashda ulkan yutuqlarga erishgan bo'lsa-da, ruhiy xastaliklarni davolashda hamon depsinib turibdi. Kishi har qanday og'ir vaziyatlarda ham o'z qobiliyati va imkoniyati darajasida harakatlanib turishi lozim. Yurak xastaligi hozirgi paytda Amerikada birinchi raqamli qotildir. Ikkinchi jahon urushi yillarida 3 milliondan ortiq amerikalik soldat jang maydonlarida halok bo'lgan. Ayni shu kezlarda esa 2 milliondan ortiq fuqaro ortiqcha behalovatlik va favqulodda hayotiy zo'riqish tufayli yurak xastaligidan o'ldi. Qo'shma Shtatlaridagi negerlar va xitoyliklar yurak xastaligi xurujiga kam chalinadilar. Boisi ular behuda hayajonga ortiq berilmasdan sodir bo'lgan voqea narsalarga sovuqqonlik bilan qarab, oqilona tahlil eta oladilar. Qishloq xo'jaligi ishchilaridan ko'ra 20 marta ko'proq shifokorlar yurak yetishmovchiligidan vafot etadilar. Shifokorlar har doim tig'iz vaziyatlarda yashashadi. Shunga ko'ra beomon tovon to'laydilar. Paydo bo'layotgan har bir jiddiy kasalliklar zamirida behalovat turmush tarzi yotibdi. Bezovtalik shunchaki o'tkinchi yengil tuyg'u emas. Bor kuch-qudrati va irodani, aqlni talab qiladigan, ko'zga ko'rinmaydigan mikrob bezovtalikdir. U boshlandimi, kishini vasvasaga soladi. Aqldan judo qilguncha olishadi. Bir vaqtlar xitoylik zolim harbiy boshliqlar asirlarni qiynoqqa solishda oyoq qo'llarini bog'lab, suv to'ldirilgan maxsus qoplar tagiga qo'yishgan. Qopdan muttassil ravishda asirlarning boshlariga suv tomib turgan. Bora-bora bu tomchilar asirlar boshiga bolg'a bilan urganday ta'sir qila boshlagan. Oqibatda asirlar aqldan ozganlar. Jismoniy azob berishning bu dahshatli usulini Ispan inkvizatsiyasi, Gitlerning nemis konsentratsion lagerlarida ham qo'llashgan. Binobarin, bezovtalik ham o'sha suv tomchilarini eslatadi. Uning tinimsiz davom etishi ko'pincha kishilarning aqldan ozishiga, hatto o'zini o'zi o'ldirishigacha ham olib boradi. Uzluksiz ravishda bezovtalikni boshdan kechirish surunkali og'ir dardlarga mubtalo qilishi shubhasiz. Bu holatga tushgan kishilar so'zsiz chinqirib yuboradilar. O'sha pallada ey Xudoyim, o'lmay shu darddan xalos bo'lsam, hech qachon bezovta bo'lmaslikka harakat qilaman deb yuborganlarini o'zlari ham bilmay qoladilar. Men buni mubolag'asiz aytyapman. Har qanday vaziyatda o'zingizni qo'lga oling. Bezovtalik iskanjasiga tusha ko'rmang.
Siz hayotni sevasizmi? Sog'lig'ingizni ehtiyot qilib, uzoq yashashni istaysizmi? Unda doktor Aleksis Karelning quyidagi so'zlarga e'tibor bering. Har qanday sharoitda kim qalb osoyishtaligini asray olsa, hech qanday asab xurujlariga duchor bo'lmaydi. Agar siz risoladagi kishi bo'lsangiz, javob bering. Har qanday sharoitda qalb osoyishtaligingizni asrab qola olasizmi? Ha, ruhan baquvvat, chiniqqan kishilar o'z maqsadlari yo'lida sabot bilan mehnat qiladilar, kurashadilar. Dalillarga tik boqing. Hayajonlanishdan o'zingizni to'xtating. Keyin sodir bo'lgan hodisaga nisbatan o'z hukmingizni hozirlang. Aksincha, keling, yaxshisi Aleksis Karelning quyidagi so'zlarini yana bir bor takrorlaylik. Bezovtalikni chidam bilan yengishni bilmagan har qanday ishbilarmon kishilar yorug' dunyoni barvaqt tark etadilar. Doktor Karel buni siz haqingizda aytgandir, ehtimol. Tinglovchilarimdan biri boshidan ketma-ket o'tkazgan musibatlarni so'zlab berdi. So'roviga muvofiq ismi bu yerda zikr etilmaydi. Uni jonidan ortiq suyib, erkalab yurgan 5 yoshli qizi birdan yo'qolib qolgan. Er u xotin bunday judolikni qanday kutib olishganini tasavvur qilib ko'ring. Oradan 10 oy o'tib, deydi tanishim, Xudo bizga 2-chi farzandni berdi. Hayhot, bu qizchamiz 5 kungina yashadi xolos. Bu bir xildagi 2 zarba bizni butunlay bukchaytirib qo'ydi. O'zimni idora qilolmay qoldim. Na uyqum, na yemishimda, yurish-turishimda halovat qolmadi. Asablarim yupqalashib ketdi. Hayotga bo'lgan zavq-u shavqim so'ndi. Xullas, u shifokorga uchrashadi. Biri unga uyqu dori ichishni, ikkinchisi esa sayohat qilishni tavsiya qiladi. Afsuski, ikkala tavsiya ham hech qanday naf keltirmaydi. Keyinchalik, deydi u, tanam kundan kunga tortishib, tirishish kuchayib borayotganini sezib qoldim. Uni qayg'u chinakamiga, iskanjaga ola boshlagan. Bunday ruhiy falajlikni boshidan og'ir kulfatni kechirgan har bir kishi his qila oladi. U hayotida ro'y bergan fojialarni o'zgalar boshidan o'tgan qismat bilan solishtirib, hayot qonunlarini o'zicha o'zgartira olmasligini anglab yetadi. Shundagina asta-sekinlik bilan yashash qobiliyatlari tiklana boshlanayotganini his qiladi. Poyezdda Nyu-Yorkdan Missuriga ketayotib, Chikagolik bir uy bekasi bilan tanishib qoldim. Ayolning aytishicha, o'g'li qurolli kuchlar safiga armiyaga olingan. Hamma ko'rgilik shundan boshlangan. Sho'rlik ayol. Bolam hozir qayerda ekan, xavfsiz joydamikan yoki jangdamikan, yaradormasmikan, halok bo'lmadimikan, singari o'y-xayollar bilan abgor bo'lgan. Men ayoldan bu bezovtalikni qanday yengdingiz deb so'radim. Men ish bilan band bo'ldim, deya oddiygina javob berdi. Ma'lum bo'lishicha, uyidagi xizmatchi ayolga javob berib, hamma yumushlarni o'z qo'liga olgan. Ovqat tayyorlash, idish-tovoqlarni yuvish, uyni tartibga keltirish va hokazo. Biroq bu yumushlar ham to'laqonli tasalli bermagan. Shundan so'ng o'ylanib qoldim, deydi ayol. Men jismoniy va aqliy mehnat bilan bajaradigan kunning har bir soatida band bo'ladigan ish topishim zarurligini his qildim. Shu maqsadda katta universal magazinga sotuvchi bo'lib ishga kirdim. Bu ishdan ko'nglim to'ldi. Atrofimda xaridorlar gavjum. Ular o'zlariga kerakli narsalarni so'raydilar, buyurtma berishadi, narx-navosi, tovar markasi bilan qiziqadilar. Tinim yo'q. Idoramiz ma'murlari ham mamnun. Kech tushishi bilan oyoqlarimdagi og'riqdan
qanday qutulishni o'ylayman. Ovqatdan keyin o'likday qotib uxlayman. Bezovta bo'lish uchun menda fursat ham, kuch ham qolmaydi. Jon Kauperning Ko'ngilsizlikdan xalos bo'lish san'ati kitobida shunday satrlar bor. Bexavotirlikni yengil his qilish uchun ichki olamimiz ham osoyishta bo'lmog'i kerak. Inson unutish qobiliyati va unga topshirilgan ish bilan bandligi hisobiga asablarini asray oladi. Ousa Jonson dunyodagi eng sayohatchi ayollardan biri. U o'zini men sarguzashtlar uchun tug'ilganman deb hisoblaydi. Ousa turmush o'rtog'i Martin Jonson bilan dunyoning juda ko'p tropik mamlakatlarida, qo'riqxonalarida, o'rmon va biyobonlarida sayohat asnosida ilmiy ekspeditsiyalarga qatnashadi. Osiyo va Afrikaning yovvoyi hayvonlar olamida tadqiqotlar olib borishadi. Oradan qariyb 10 yil o'tgach Amerikaga qaytishadi. Ilmiy jamoatchilikda o'z leksiyalari bilan qatnashadilar. Navbatdagi safarda dahshatli fojia ro'y beradi. Qo'nishga yaqinlashayotgan samolyot toqqa urilib ketadi. Martin o'sha zahotiyoq halok bo'ladi. Ousa qattiq jarohat oladi. Shifokorlar ahvolni tahlil qilishar ekan, Ousaga hech qachon o'rnidan tura olmasligini ro'y-rost aytishadi. Biroq ular Ousani yaxshi bilishmas edi. U 3 oyda davolanib, aravachalik kursida harakat qila boshlaydi. Shu alfozda aravachada yurib, katta auditoriyalarda o'z leksiyalarini o'qishni davom ettiradi. Sababini so'raganimda, g'am, hasrat va dilgirlikni unutish, ulardan qutulish uchun bundan o'zga yaxshi chora yo'q, deb javob bergandi. Ha, mehnat, ishonch va jasorat qariyb bir-birini to'ldiruvchi insoniy fazilatlardir. Biz hamma vaqt ham o'zimizda mavjud bo'lgan imkoniyat va qobiliyatni to'la ishga solmaymiz. Qandaydir ikkilanish va cheklanishlar doimo istiqbolimiz faoliyatini bo'g'ib keladi. Behuda o'tayotgan umr, faoliyatsizlik o'z iste'dodimizga nisbatan xiyonat bo'lsa, jamoatchilik oldida jinoyat darajasida baholansa mubolag'a yo'qdir. Baxtsizligimiz siri shundaki, deydi Bernard Shaw, men baxtlimanmi yo yo'qmi kabilidagi u noo'rin muhokamalar bilan o'z imkoniyatlarimizga sovuqqonlik bilan qarab jur'atni o'ldiramiz. Kelinglar, bunday noo'rin mulohazalarni bas qilaylik. Qo'lni qo'lga berib ishni boshlang. Sizning qoningiz tanangiz bo'ylab ufurib turibdi. Miyangiz aniq va samarali ishlayapti. Qisqa fursatda g'am tashvishlardan xalos bo'lasiz. Ish bilan band bo'ling. Har doim mashg'ulotingiz bo'lsin. Bu yer yuzidagi eng a'lo va arzon bo'lgan doridir. Bunday ilhom baxsh, da'vatkor iboralar ko'p. Faqat e'tiborli bo'lib, har birimiz amaliyotda qo'llashga intilishimiz zarur. Xitoyliklarda eshikning zanjiri qimirlab turgani uchun zanglamaydi degan hikmat bor. Darhaqiqat, bu so'zning ma'nosi aylanib kelib yana faoliyatli bo'lishga undaydi. Nebraska shtatida yashovchi Errol P. Haney 12 barmoqli ichak yarasi xastaligidan azoblanardi. O'z mutaxassisligi bo'yicha nomdor bo'lgan 3 nafar hakim janob Haneyning dardini davolab bo'lmaydi degan xulosaga keldi. Unga qat'iy parhez buyurib, hayajonlanmaslik, osoyishtalikka rioya qilish va har ehtimolga qarshi vasiyatnoma yozib qo'yishni tavsiya qilib ketishdi. Kasallik tufayli Haneyga durustgina maosh to'laydigan ishxonasidan ketishga to'g'ri keldi.
uning uchun ohista yaqinlashib kelayotgan ajalini kutishdan boshqa chora qolmagandi. Kunlardan bir kuni kutilmaganda ajoyib qarorga keldi. Modomiki umrim oz qolgan ekan, bu qisqa fursatda hayotdan o'z ulushimni olishim kerak, deya ko'nglida dunyo kezish havasi uyg'ondi. Shu maqsadda paroxodga chipta sotib oldi. Bu harakatdan hakimlar dahshatga tushdilar. Biz sizni qat'iy ogohlantirib aytamizki, sayohatdan voz kechmasangiz, jasadingiz dengizga dafn etiladi, deya norozilik bildirishdi. Yo'q, hech qachon siz o'ylagandek bo'lmaydi, e'tiroz bildirdi janob Heni. Men qarindoshlarim bilan kelishib qo'ydim. Ular jasadimni oilaviy xilxonamizga dafn etishadi. Shu maqsadga sayohatga o'zim bilan birga tobut ham olaman. Chindan ham u tobut sotib olib, paroxod kompaniyasi rahbarlari bilan shartnoma tuzdi. Basharti sayohat davomida qazosi yetsa, jasadini tobutga solib muzlatgichda saqlaydilar. Paroxodning yo'nalishdagi sayohati tugab, vatanga qaytgach, tobutga solingan jasad qarindoshlariga topshiriladi. Xullas, u kechagi o'tgan kun uchun yig'lama. Ertangi kun bilan bugunni o'lchama. Senga nasib etishi gumon bo'lgan vaqt bilan emas, nafas olib turgan lahzalaring bilan quvon, baxtli bo'l. Mazmunidagi sharqona ilhom zavq bilan sayohatga otlandi. Sayohat davomida hakimlar tavsiyasidan butunlay voz kechdi. Men soda va muz solingan viski icha boshladim, deb yozadi janob Heni. Eng uzun sigaralar chekdim. Turli tuman ovqatlar iste'mol qildim. Ko'p yillar davomida men bunday lazzatlanmagan edim. Kemada raqsga tushdim, qo'shiqlar aytdim, yangi tanishlar bilan tongatar bazmlar ko'rdik. Paroxodimiz ko'p bor dengizning dahshatli bo'ronlarida qoldi. Xitoy va Hindistonda bo'lganimizda u yerda ochlik va qashshoqlikni ko'rib, holatimga shukr qildim. Mendagi bezovtalik, ish bilan bog'liq turli muammolar, tubsiz iztiroblar yo'qolib, o'zimni tetik his eta boshladim. Tanamga et qo'shilib, Amerikaga qaytdim. Oshqozonimda yara borligini ham unutdim. Hech qachon hayotda o'zimni bu qadar yaxshi his etmagan edim. Tobutimni tobutsozga qaytarib, qaytadan o'z ishimga kirishib ketdim. Hozirga qadar biror marta bo'lsin og'riganimni bilmayman. Ha, janob Heni o'z dardini, behuda iztiroblarini chidam bilan, hayotdan zavq olish bilan yengadi. Axir tobut sotib olishning o'zi o'limni bo'yniga olgani, rozi bo'lgani, haqiqiy ahvol bilan kelishgani emasmi? Bordi-yu umidsizlikka tushib, bemorlik holatidagi tushkun kayfiyatidan qutula olmaganida, qaytishida tobutda yotishi shubhasiz edi. Kishi hayotda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday vaziyatda o'zini yo'qotib qo'ymaslikka, oqilona yo'l tutishga harakat qilishi zarur. Aksincha, shunchaki o'tib ketish, yengish mumkin bo'lgan xatardan ortiqcha xavotir bo'lish turli xastaliklarni ilashtirib olishimizga sabab bo'ladi. Hozirda AQShda yashovchi har 10 kishidan biri asab kasalligidan iztirob chekmoqda. Oilada, ish joyida, jamoatchilik o'rtasida tinchlik xotirjamligi bo'lmagan kishilar ham dardmand hisoblanadi. Yuqorida aytilganidek, doktor Ofe Goberning aytishicha, shifokorlarga ko'ringani kelayotgan bemorlarning 70% o'z-o'zini davolash imkoniyatiga ega. Buning yagona davosi qo'rquv va bezovtalikdan o'zini saqlashdir. Oiladagi yoki ish joyidagi betartiblik,
o'zaro muloqotlardagi dag'allik, manmanlik, yo'l qo'yilgan xatolar, beparvolik, to'ralik va boshqa ko'plab loqaydliklar zamirida xastalik tuxumlari mikrobday yashirinib yotadi. James L. Mersellning aytishicha, besaranjomlik siz faoliyat ko'rsatayotgan paytda emas, kunduzgi ishlaringizni nihoyasiga yetkazib, tanho uy so'rayotganingizda so'ng boshlanadi. Hayotda siz yo'l qo'ygan xatolar va omadsizliklar muqobil tarzda ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Shu kezda miyamiz go'yo podshipnikni o'ta qizdirib yoki yemirib yuborish darajasida shiddat bilan ishlayotgan motorni eslatadi. Asablarimiz taranglashib, baqirib yuborish darajasida yaqinlashamiz. Bunday dilgirlikdan qutulishning birdan-bir davosi foydali mashg'ulot bilan to'la band bo'lishdir. Biz uncha-muncha turmush zarbalarini jasorat bilan yengganimiz holda arzimagan xato va nuqsonlarni bartaraf etishda negadir ojizlik qilib qolamiz. Ayni bu holni oilaviy munosabatlarda yaqqol ko'rish mumkin. Er-xotin o'rtasidagi behuda mojarolar tufayli aqldan ozish darajasiga yetganlar, turli kasalliklarni orttirib olganlar, hatto ajrashib ketishga qadar sodir bo'lgan voqealar ko'p. Chikagoda hakamlik qiluvchi huquqshunos Jozef Sabatning so'zlariga qaraganda, bir yilda 40 mingdan ortiq ajralish sodir bo'ladi. Bu baxtsiz nikohlar arzimagan dedilar evaziga bekor qilingan. Nafaqat ajrashish holati, sudga topshirilgan boshqa da'vo arizalarida ham tinch yo'l bilan hal qilish mumkin bo'lgan mayda-chuydalar yuzaki bo'rtirib turadi. Oilada kamsitish, kechirish mumkin bo'lgan xato, noo'rin tanbehlar, haqorat, qo'polliklar ham behuda zo'riqish hisoblansa-da, hujum hatto o'ldirishgacha olib borishi mumkin. Ahamiyatsiz bunday zarbalar bizning tuyg'ularimizga, sha'nimizga ta'sir etib, ko'p hollarda yurak xastaligiga duchor bo'lamiz. Bir kuni Karnegi xonim bilan chikagolik do'stimiznikiga tushlikka bordik. Mezbonimiz go'shtni noto'g'ri maydalayotgan edi. Ko'zim tushsa ham ahamiyat bermadim. Ammo buni ko'rib qolgan xotini bizning oldimizda unga tashlanib qoldi. "Jon, nima qilayotganingni bilyapsanmi? Qachon dasturxon ustida o'zingni tutishni o'rganasan?" Keyin bizga dedi. U doim xatoga yo'l qo'yadi. Hech qachon xatosini tuzatishni o'ylamaydi ham. Ehtimol u go'shtni risoladagidek to'g'rashga harakat qilmas, ammo uning sabr bardoshi meni ajablantirar edi. 20 yil bu ayol bilan qanday turmush kechirdikan? Ochig'ini aytsam, bunday javrayotgan ayol tayyorlagan Pekin o'rdagidan yoki akula o'simtasidan hozirlangan noyob taomni yeguncha osoyishta joyda quruq hasib iste'mol qilganim afzal edi. Vaholanki mehmondorchilikda hamma narsaning bekamu ko'st bo'lishi kamdan kam hodisa. Har doim ham nimadir yetishmayotganday tuyuladi. Hammasining o'rnini qoyilmaqom qilib bosuvchi narsa mezbonning ochiq ko'ngil va samimiyligidir. Qolgani o'ta jo'n va ahamiyatsiz. Huquqshunoslikda maxsus qoida bor. Qonun behuda ishlar bilan shug'ullanmaydi. Darhaqiqat, ko'ngil tinchligini istagan kishi arzimagan ishlar uchun o'zini koyitmaydi. Agar hamma ham bag'ri kenglik bilan mayda-chuydalardan o'zini xalos qila bilsa, ko'ngilsiz hodisalar, asabiy bezgaklar bizni bezovta qila olmas edi. Umr shundoq ham qisqa deydi Dizraeli. Uni behuda narsalarga sarf qilmaylik. Bu so'zlar deb munosabat bildiradi yozuvchi Andre Marova. This Week jurnalida meni ko'plab noxush hodisalardan saqlab qoladi.
ko'p hollarda allaqachon unutib yuborishimiz kerak bo'lgan behuda narsalarga uzoq vaqt o'ralashib yuramiz. Vaholanki bu ona zaminda bir necha 10 yillargina yashashga muddat berilgan xolos. Biz esa xotiradan o'chirib tashlash lozim bo'lgan allaqanday zarda, ginaxonlik bilan umrimizning qaytarib bo'lmaydigan oltin soatlarini yelga sovuramiz. Bu fojialarni bila turib ham egovlashni bas qilmaymiz. Keling, umrni insonga munosib bo'lgan faoliyat va tuyg'ular bilan go'zal qilib o'tkazaylik. Ulug'vor maqsad bilan yashab, ulug'vor o'lmas ishlarni amalga oshiraylik. Chindan umrimiz shundoq ham qisqa, uni behuda narsalarga almashtirmaylik. Shundoqlikka shundog'a, ammo ixtiyorimizdan tashqarida bunday hodisalar davom etaverar ekan. Hatto Rudyard Kiplingdek mashhur yozuvchi shaxs ham umrining qisqa ekanini, uni behuda narsalarga almashtirib bo'lmasligini unutib qo'ygan. Kipling va qaynog'asi o'rtasida bo'lib o'tgan sudlashuv jangi Vermont tarixida katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Bu mojaro shu qadar mashhur bo'ldiki, hatto Rudyard Kiplingning Vermontda dushman bilan to'qnashuvi nomli kitob paydo bo'ldi. Voqea tarixi quyidagicha. Kipling vermontlik qiz Karolina Belsterga uylanadi. Shu munosabat bilan uy-joy qurib, bu yerda yashay boshlaydi. Qaynog'asi Betty Belster Kiplingning eng yaqin do'stlaridan biriga aylanadi. Ular birgalikda ishlab, birgalikda ko'ngilxushliklar qilishadi. Keyinroq Kipling o'z joyiga tutash bo'lgan Belster yeridan o'ziga yer uchastkasi sotib oladi. Belster savdolasha turib, mazkur uchastkadagi o't hashaklarini o'zi o'rib olishga kelishib oladi. Bir kun Belster qarasa, sotilgan uchastkada Kipling bog' barpo qilyapti. Uning bu hodisadan qoni qaynab ketadi. Kipling ham o'z ustidagi nazoratni yo'qotib qo'yadi. Ikkisining bir-biriga g'azabi kuchayib ketadi. Vermontning yam-yashil tog'laridagi musaffo atmosfera izidan chiqadi. Bir necha kun o'tgach, Kipling velosipedda sayr qilib yurgan paytda qarshisidan otlari pishqirib kelayotgan furgonda Belster paydo bo'ladi. Bu to'qnashuvda Kipling ag'darilib tushadi. Kipling bu voqeani o'zicha suiqasd darajasida baholab, unga xat yozadi. Agar boshingizni yo'qotmasangiz, atrofdagilar sizning boshingizni yo'q qiladi va bu ishda o'zingizni ayblaydi. Ushbu xatni yozish bilan Kipling ham o'z boshini yo'qotib qo'ygan edi. Belsterni qamoqqa olishni talab qiladi. Katta shov-shuvga sabab bo'lgan janjalli sud jarayoni boshlanadi. Mojaroga qiziqib katta shaharlardan Vermontga jurnalistlar kela boshlaydi. Har kim o'z holicha voqeani sharhlay boshlaydi. Bu yangilikdan butun dunyo xabardor bo'ldi. Janjal Kiplingga qimmatga tushdi. Uy-joyini tashlab bir umrga Amerikani tark etib, xotini bilan jo'nab ketishga majbur bo'ldi. Bularning hammasi arzimagan o't pichandan chiqqan chinakam o't olov edi. Perikl, fuqarolar bas qiling, biz haddan tashqari behuda ishlar bilan ovora bo'lib qolyapmiz, deb 24 asr muqaddam bong urgan edi. Bu haqiqat.